Hammaga salom. Sizlar bilan bankend tabrigim bo'ladi. Bugungi videoda tabrig uchun normalni chiqishimiz, zalyutni oshirish, pik qilish hammasini o'rganib chiqamiz. Agar siz zalyut yo'q bo'lsa, o'zimni shaxsiy optimizatsiyam tavsiya qilaman. Shu video 100 ta like bo'lsa, keyingi videoda optimizatsiya to'liq nima qilish, hamma usullarni chiqaraman. Optimizatsiya iPhone uchun bo'ladi. Yana 100 ta like bersanglar, undan keyin Androidga chiqazaman. Bo'lmasam, saqlashni boshladik. Bir xilla bor, tez o'ynaydi yo sekin o'ynaydi. O'shanisiga qarab o'ziga moslashtirib oladi. O'rtacha minimalniy silliqlik 250 deb beriladi. 260, 250. Вообще zo'r degani bu. Mana shu nastroyka o'rgansanglar, bemalol normalni ochasizlar. Bu sizlarning o'yindagi ekraningizning tezligi bo'ladi. Bu ekran tezligini minimum 100 qilsanglar yaxshi bo'ladi. Undan pastroq qilib o'shanga o'rgansanglar, undan ham yaxshi. Men o'zimga mosligi uchun buni 100 qo'yganman. Hop, pritselli giroskop sozlamaga o'tadigan bo'lsak, Brix bor reniga. Uni iloji boricha full qo'yganinglar yaxshi. Ot shokkaninglarda tez reaksiya berasizlar. Endi masalan, ot shokkaninglarda pritsel sekin bo'lgandan ko'ra tez bo'lgani yaxshi. Minimum full qo'yishni masalan masalan 3x 4x o'tadigan bo'lsa, mana hali sozlama qilmaganman. Endi sizlar bilan qilib o'tamiz. 3x o'tadigan bo'lsa, 155 qilingan ekan. Minimum Brizonni tavsiya beraman. Ikkinchi giroskopga o'tadigan bo'lsa, bu yerda ham 155. Bunda 100 qilishni maslahat beraman. Rezultatini ko'ramiz. Chotki bo'ladi. 4x ko'radigan bo'lsak, 4x 130 qo'yilgan ekan. 130 ni 100 qilish kerak. Ikkinchi giroskopda iloji boricha tezroq qilish kerak. 150 ham bo'ladi. Rezultatni ko'ramiz. Rezultati zo'r bo'ladi. 6x ko'tadigan bo'lsak, 6x iloji boricha sekin qilishni maslahat beraman. Giroskop 6x 140, 100 ga tushirib qo'yamiz. Ikkala taraf ham 100 bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, kommentga yozinglar. Videoning ikkinchi qismini chiqaring. Keyingi videoda normalni pik qilish, birga bir ochish, hammasini ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan bankent bo'ldi. Hammaga rahmat.